Siz millioner bo'lganingizda yoshingiz nechida edi? Buni millionerdan so'rang. Bu bilan nima demoqchisiz? Men milliarderman. Milliarder? Ha, siz milliarder bo'lganingizda yoshingiz nechida edi? 50 da. Qaysi sohada ishlagansiz? Mehmonxona biznesida. Nima bilan shug'ullangan edingiz? Meni 35 ta davlatda mehmonxonalarim bor va bugungi kunda Hilton mening kompaniyamni boshqaradi. Hilton sizni kompaniyangizni sotib oldi. Mutlaqo haqsiz. Siz men uchratgan eng muvaffaqiyatli biznesmenlardan birisiz. Sizga savollar bersam maylimi? Ha. Siz noldan boshlaganmisiz? Yo'q, men 20 million dollarlik qarz bilan boshlaganman. Meni otam bankrot bo'lgan va uni qarzlarini men to'lashimga to'g'ri kelgan. Shuning uchun ham men noldan boshlamaganman. Siz bilan milliardlik kontraktlar tuzilgan. Sizning sotuvdagi siringiz nimada? Eshitish kerak. Shunday oson, mijozlar, bankirlar, do'stlar. Ular doim sizga yo'l ko'rsatadi. Faqatgina quloq soling. Milliarder sifatida muzokaralar bo'yicha qanday maslahat bera olasiz? Ruchkangizni stol ustiga qo'ying va kuting. Birinchi gapirgan yutqazadi. Batafsilroq. Bitim pishganida u o'zidan o'zi hal bo'ladi. Ruchkani stolga qo'ying va sukut saqlang. Banklar qanday pul saboqlaydi?